Malayziyaga 1,5 yoshli Eyzelarimiz bilan qilgan sayohatimiz haqidagi serialchani davom ettiraman. Va nihoyat eng uzoq cho'zilgan 3-qism. Birinchi qismida qanaqa qilib 6 soat uchib borganimiz haqida gapirganman. Ikkinchi qismida esa qanaqa qilib aylanganimiz haqida. Bunisi ya'ni 3-qismda narx-navolar haqida to'xtalib o'taman. Bilet narxi bizga tortilamiz uchun $800 ga tushdi. Shu joyda diqqat qiling, biz Koreyada Seul shahridan Koto Kinabaluga bordik. Конечно, siz O'zbekistondan borsangiz ancha arzonga tushishi mumkin. Xullas, endi otelga kelamiz. Biz bir hafta uchun otelni bronировать qildik. 5 yulduzli mehmonxona, zavtrak ichida bo'lgani uchun va, конечно, qo'shimcha kravat va detskiy 2 kravat. Bitta nomerda qo'shib oldik, o'shaning uchun $1400 ga tushdi. Kunlik xarajatlarimizga примерно kuniga $100-150 dan ketdi, chunki biz bolalarga pampers, smes, har xil kashalar ham alohida oldik va ko'chadan obed ujinlarimizni qildik. Keyin polni taksida yurdik. Meni kassamdan ham pul ketdi, faqat o'zim uchun. Xullas, Victoria's Secret, Ritual, Sephoradan bir ikkita narsalar oldim. $500 tagiga qo'yibman. Hamma oilaviy sayohatlarni niyat qilayotganlardan bitta like bo'lsin va tez orada siz ham maza qilib oilaviy sayohatga borib keling. 4-qism qanaqa qaytib kelganimiz haqida bo'ladi. Boshqa seriallarimiz ham bor. Obuna bo'lib oling, maza qilib ko'ring.